Qo'shni shu meni bitta savol qiynaydi-da. Qanaqa savol? Shu quduqqa tushsam cho'kib ketamanmikan? Siz cho'kib ketisham gap yo'q bo'lib ketasiz. Bu dunyoda udalt bo'lib ketasiz. Yo'q, shunchalik xavflimi? Yo'q, xavfli, xavfsiz. Tashib ko'ring bitta. Yo'q, qo'rqyapman. Qo'rqayotgan bo'lsangiz, zinasht xavfli. O'shaning uchun tashamay maslahatim. Yo'q, lekin juda qiziqqa o'xshayapti-da. Qiziqmang, bechora bo'lib o'lib qolsangiz keyin biz qutqara olmaymiz. Jo'xa bor-ku, Jo'xa qutqaradi. Jo'xa 100 qishloqdan qanday qutqaradi? Balki kelib qolar. Mana kelmam qoldim, lekin shuncha joyga suvga tushmasdan shu kelgan joyga suvga tushib ketganimni qara. Obbo, lekin normal yurar ekan, unchalik sekin ham emas, tez ham emas. Xullas, muhimi qishloqqa yetib keldim. Eng muhimi menga mana shu bo'ladi. Tak, Jon 97-qishloq. Men seni qanchalik sog'inganimni bilmaysan, chunki men sog'inganim yo'q seni hech qachon. Prosta senga yashagim kelyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videomda sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Bu sizlar uchun juda ham oson, men uchun esa juda ham muhim. Tak, короче, jigarlar. Hozir men yangi qishloqqa keldim albatta. Ya'ni yangi emas, eski qishloq, lekin men hozir uchun yangi. Ko'l ekan, nimadir ko'rgandek bo'lgandim. Tak, jetellar qandaysizlar? Ahvol qalay? Yaxshimi, tuzumi, bardammi? Dahshat zo'r ketyapti. Qanday bo'lyapti? O'zing zo'rmisan? Normali. Nima yaplar qishloqda? Yo'q, tinchlik, hech qanaqa problema yo'q. Faqat janob mer qo'shimcha soliq o'ylab topgan. O'shani to'lashga pul qidiryapman. Qanaqa soliq? Pul to'lash kerak ekan, $500. Oho, bir mashinani puli yo'q. Qayerdan olamiz uncha pulni? Bilmadim, xullas to'langlar deyapti. To'lamasanglar bo'lmaydi deyapti. Topdingmi sen, pul topdingmi to'lashga? Yo'q, shu topish problema bo'lyapti-da. Bu polizdagi hosillarni ham soliq sifatida bersak bo'ladimi? Yo'q, uni berasan aytmasang, undan tashqari yana $500 berishing kerak. Buncha qiyin bo'lib ketdi, bekor ketman, buni bilganim kelmasdim. 100 qishloq mazza bo'lsa kerak. Nimasini aytsam, mazza qilib yashab yurgandim, bekor ketman. Unda qaytib ket. Yo'q, endi ishlarim bor, o'shalar qilay, keyin qaytib ketaman. Mayli, avval poliz yig'ishtirib olaylik yoki boshqa ish qilamizmi? Вот da. Bu yerda kim buni qilib ketdi? Tushunmadim. Qanaqa joy bu? Ustiga tushunmadim. Kim bu yer to'ldirib ketdi? Shoshmanglar. Olib tashlaylik bu narsalarni. Qaysi farosati yo'q, kallasiga qush qo'ygan qilib ketdi bu ishni qaranglar. Rasvosini chiqarib tashlagan. Stop. Xaritami? Qanaqadir xarita ustida qilich, bilmadim, kimdir bu yerga yashirib ketibdi, yo yashirib ketganmi yoki shunchaki qo'yib ketganmi bilmadim, lekin uyimda rasvosini chiqarib ketibdi. Hozir qaytarib ochaman hamma yo'qni va bo'ldi, normal. Bu qanaqa xarita? Qanaqadir qishlog'imizni xaritasi shekilli. Bilmadim, kimdir yashirib ketgan ekan. Mayli, hozircha shu yerda tura tursin. Men esa polizimdagi ishlarni qilib turib, keyin janob merni yoniga borib, soliqni gaplashib kelaman. Lekin buncha soliq nimaga tashkillashtirilganiga men hayronman. Jo'xa, nimaga sen soliqlarni o'z vaqtida bermayapsan deyishidan, короче, xohlamayman. O'shaning uchun soliqlarni tezroq taxlash kerak, lekin ana $500 qayerdan olaman? $500 qishloqdagi eng boy jetelda ham topilmaydi-ku. Qayerdan topamiz endi? Bilmadim. Bunaqangi soliqlarni kim o'ylab topyapti? Janob merga zararmi shunaqa soliqlarni o'ylab topib o'zicha? Bilmasam, короче, hozir hammasini yest qilamiz, qarab turinglar. Tak, kartoshkalarni ekamiz. Pulni lekin topish problema. Menda hozir pul yo'q-ku. $500 qayerdan topishim mumkin? $500 bilasizlarmi qancha pul bo'ladi? Tak, $300,000 yo $30,000 ga yaqin pul bo'ladi-da. Bitta mashinani puli qayerdan topish kerak, uni bilmadim. Hozir borayinchi, janob mer bilan gaplashib ko'raychi, balki menga ligota berib, mayli sen bu marta to'lama deb qo'yar-a, balki yo'q, unaqa demasligi aniq. Tak, to'xtanglar-da. Balki ko'proq hosil etsam, balki soliq so'ramas, mana ularni ham olib boray qo'shib birdaniga berib yuboraman. Nima deydinglar? To'g'ri fikrmi? Balki shunda so'ramasa, davayki olib boramiz, shuni bildirmay, shuni berib yuboraman. Mana menda soliq uchun ko'proq hosil olib keldim, mendan $500 olmang deyman. Keyin nima deyishini esa hozir bilamiz. Assalomu alaykum janob merim, qalaysiz, yaxshimisiz? Va alaykum, Jo'xa, qandaysan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Soliqlarni olib kelgandim. Soliqlarni hosilnimi faqat? Hosil mana juda ham 2 barobar ko'p hosil olib keldim bugun. Yo, 3 barobar ekan. Yaxshi, lekin $500 baribir berishing kerak. Nima uchun u soliq? Men tushunmayapman. U soliq men davolanishim uchun. Siz davolanishingizga endi biz pul yig'ib berishimiz kerakmi qishloqlar bilan birgalikda? Iloj yo'q, sizlarni men qishlog'imda yashatyapman. Bu qishloq sizniki emas, siz prosta mersiz bu yerda. Shunda nima farqi bor senga? Tushunarsiz, lekin to'lamang, iltimos janob, shu marta men to'lamay, keyingi martadan to'lasam bo'ladi-ku. Yo'q, seni mehmon sifatida qaralmaydi. Bu yerda sen yashagansan oldin. Hozir ham yashayapsan, o'shaning uchun shunchaki soliqlarni o'z vaqtida to'la, tamom.
Ha, mayli unda men polizdan olingan hosilni shu yerga qo'yib ketay. Mayli pul topsam olib kelaman, lekin menda hozir pul yo'q-da. Topasanmi, topmaysanmi olib kel. Soliq majburiy. Ha, mayli bo'pti. Lekin qayerdan topsam bo'ladi? Qayerdan topsam bo'ladi bilmasam, pul topish kerak qayerdandir. Balki kompyuterchida ish bordir qanaqadir. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, qandaysan? Yaxshi, rahmat. Siz soliq to'ladingizmi? 500 dollar? Ha, to'ladim. Menga ham 500 dollar pul kerak-yu, lekin qayerdan topishni bilmayapman. Sizda ish yo'qmi? Qanaqadir pul evaziga qilinadigan? Afsuski, hozirda hech qanaqa ishlar yo'q. Ha, tushunarli. Mayli, uzr, bratan, kechirasiz. Hech qisi yo'q, Jo'xa. Aha, mayli. Tak, do'konchidan so'rab ko'raylik, balki do'konchida ish bordir, chunki har doim menga ish berar edi do'konchi. Tak, jetellarda aniq bilaman ish yo'q, chunki ular ish qildirishga yetarlicha nima desam ekan, qurib yetmaydi. Tak, assalomu alaykum janob. Va alaykum, ke Jo'xa. Sizda qanaqadir ish yo'qmi? Menga 500 dollar pul kerak edi. Soliq to'lamoqchimisan? Ha, siz to'ladingizmi? Bir amallab to'ladim, pulim tugab qoldi. Ish yo'q menda hozirda. Ha, yaxshi, lekin ish bo'lganda zo'r ish bo'lardi-da. Nima qilay, yo'qda ish. Ha, bo'pti, mayli, uzr, bratan. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'pti. Tak, qayerdan pul topaman endi? Aytgancha to'xtanglar-da. Uyimdan xarita chiqqandi-yu. U xazinani xaritasi bo'lsa-chi? Xazinadan pul topib olsam-chi? Keyin soliq to'lasam bo'ladi-da. To'g'ri fikr. To'g'ri, nimaga men shuni sandig'imga prosta solib qo'ydim? Ichidagi xazinani izlasam bo'lardi-ku. Nimaga bunaqa qildim? Bilmasam, o'zim ham hayronman. Tak, buni qayerga olib borishni kuzatish kerak. Tak, demak X ga borar ekan. X qayer? X noma'lum joy. Matematikani aralashtirish kerak bu yerga. Tak, qilich bu yerda nimaga? Qilich prichom bu yerda? Men tushunmadim. Qilichni iminni shu urib qo'ymasa nima bo'ladi? Ha? Qilichni olib turib kimdir o'ldirishim kerakmi? Bilmadim, qarochi. Mayli, olamiz buni. Tak, ko'rsatilgan manzil bo'ylab yuramiz. Undan oldin men mana bu yerda pul yashirib qo'ygandim, esimda bo'lsa agar 3-qavatda. Pul tugul hech narsa yo'q, 3-qavatda quritib ketishibdi-yu jetellar, mayli. Bular o'zi doim shunaqa qiladi. Doim uyimga kelganda nimadir kam bo'ladi. 2-qavatga ham qo'yib ketmagan xatyabi. Tak, iloj yo'q. Endi ularga gapirib ham bo'lmaydi, chunki ular nijnida, ularga gapiradigan bo'lsak, to'xtanglar-da. Qo'limga tapor-popor kirka-pirka olaydi. Xazina misol tog'da ostidadir yoki yerda ostida yoki daraxt ostida yoki shunaqa joylarda bo'lsa, olish problema bo'lishi mumkin. Tak, misol uchun tasavvur qilaylik, daraxt ustida yashirib ketgan bo'lsa, tapor bo'lmasa daraxtni qanday sindirishi mumkin? Qanday nimani olishi mumkin xazinani? Tak, hozir qayerdan izlasak bo'ladi? To'xtanglar, xaritada manzil berilgan. Tak, ko'rib olaydi. Tak, tushunarli. Bitta rasmga olay, to'xtanglar. Tak, bo'ldi, yetadi. Ana endi mana bu yerda rasvosini chiqardim. Mayli, hech kim ko'rmadi degan umiddaman. Biratan ko'rmadingiz-a? Aniq ko'rmagan. Tak, mana shu rasmni olaylik, to'xtanglar. Bo'ldi, ana endi mana shu tomonga qarab ketaveramiz. Adashmasam to'g'ri ketyapman. Mana sigir tayda emas, yo'q. Chunki bu yer ko'rsatilmayapti-da. To'g'riga yurishni ko'rsatyapti. Lekin yana burilish ko'rsatyapti. Yana bu tomonga burilishni ko'rsatyapti. Shu ko'lni arender qilib olganmi? Nima balo? Oho, nimaga men orqaga qarab ketyapman? Endi chiziq bo'ylab yuryapman, orqaga yur deyapti. Yana orqaga yur deyapti. Namuncha bu bir joyda aylanib yuribman. Shu ko'l ostidami deyman-a? Yo'q, bu ko'l ichida suvdan boshqa hech narsa yo'q. Mayli, hozircha yo'q. Bu endi burilish yo'q. Endi to'g'ri ko'rsatyapti. Tak, ketaveraylik, chiqani, biror joydan chiqib qolar-a. Tak, nimaga buncha tak deyapman, bilmadim. Tak, yana yo'q, yana deyman, qaranglar, bo'ldi, всё. Mana bu yerda shaxtani yonidan o'tgan ekan. Balki shaxtaning ichidadir. Yo'q, shaxtaning ichida emas, chunki hali ham ketyapti. Xo'sh. To'g'riga qarab ketyapmiz. Bu yerda ham qanaqadir g'or bor ekan, balki shu yerdadir-a? Yo'q, bu yerda emas. Chunki aytyapman, xaritada bunaqa joylar belgilanmagan. Shunchaki to'g'riga qarab ketish kerak deb belgilangan. Va endi o'ng tomon yaxshi burilishlar kamaydi, ya'ni bitta joyda aylanib yurishlar kamaydi, shunchaki to'g'riga ko'rsatyapti. Endi esa qayerga? Yana to'g'riga, yana endi chap tomonga. Balki o'rmonning ichidadir-a? O'rmonning ichida bo'lsa zo'r bo'lardi. Yana aylanish. Obbo, namuncha aylanish. Bu tomonga mana yerda o'tishim kerakmi men? Bu yerdan qanday o'taman? Men bu yerda titib o'taman-da, kanishni. Shunaqa joydan o'tishni ham qo'yibdi, qaranglar, to'xtanglar, qarab olaydi yana. To'xtanglar, balki noto'g'ri rasmga olgandirman. Tak, ha, chapga olgan ekanman, bu tomondan o'tib olish kerak ekan. Tak, bo'ldi. Ana endi xaritaga qaraymiz va bu tomonga yurishni ko'rsatyapti. Obbo, yana burilishni qaranglar, burilish. Tak, yana burilish, yana qayerga olib boradi? Men tushunmayapman bu xaritaga to'g'risi. Tak, shu yerdan o'tish kerakmi? Iminni shu yerdan o'tish kerak ekan. Boshqa joydan o'tishni belgilashmagan. Hayronman, nimaga bunaqa? Tak, o'tamiz. Ana endicha
Endi to'g'riga, aha. Tak, endi biroz o'ngroq qayerga borish kerak? O'ngroq. Tak. Mana shu yerni ko'rsatyapti. Adashmasam shu yerda bo'lsa kerak. Qanaqadir xazina yo'q, orqada ekan. Orqadagi g'or ko'rsatilgan ekan. Ya'ni shaxta, orqadagi shaxta. Yo'q, bu yerda boshqa shaxta yo'q. Bundan boshqa shaxta yo'q-ku bu atrofda. Tak, qayerda shaxta? Ha, mana bu yerda bitta shaxta bor ekan, to'xtanglar. Balki mana shu shaxtadir. Tak, bu yerda ham shaxta bor. Qayerdagi shaxta ko'rsatilgan ekan? Tushunmayapman. Qayerda bu? Yaramas. Nima edi? Короче, xazina. Mana bu shaxta ekan, adashmasam. Ha, mana topdim. Mana o'sha xazina. Voy, tushib ketdim-ku. Qanday chiqaman? Ha, mayli, chiqish problema emas. Mana xazina. Buni qazib olamiz hammasini. Bilmayman kim yashirib ketgan, nimaga yashirib ketgan bilmadim, lekin men buni olib ketishga majburman, chunki menga pul juda ham zarur. Tak, ana endi chiqamiz bu yerdan. Ana endi chiqish problemaroq salgina. Tak, mana bu yerga o'tib oldik. Ana endi toshni qo'yib chiqib ketamiz. Bo'ldi. Uje men bo'yman. Qayerdan kelgandim? Ha, mana bu yerdan kelgan ekanman. Uje men bo'yman. Ana endi ketdim janob merga olib borib soliqlarni to'laymiz, ya'ni $500. Oho, o'zi ham bir kun izlab mana qaranglar. Mana shu nimani, xazinani. Hozir nima deydi janob mer? Buncha pulni qo'limga ko'rsa, oho, Jo'xa sen xazina topgansan toshina deydi. Men bo'lsa, yo'q-ey, qayerdan mehnat qilib topdim-ku deyman. Keyin bo'lsa ishonadi-da, mayli omadingga bersin Jo'xa deydi. Tak, hozir janob mer, men soliqlarni olib keldim $500. Yo'q, qayerda topding buncha pulni? Mehnat qilib topdim. Aldama, sen qayerdadir pul o'g'irlagansan. Yo'q, tentakmisiz? Qayerdan pul o'g'irlayman? Mehnat qilib topdim deyapman-ku. Nima ish qilding? O'to'lanlarni o'rib, odamlarga yordam berdim. Seriozda? Da, seriozdan. Ha, yaxshi, bo'ldi. Kirdi bunda joyiga qo'yib qo'y soliqlarni hammasini. Xo'p, lekin mayli. Tak, $500-da? Ha, xuddi o'shancha. Xo'p, mayli, hozir 1 2 3 4 5 qo'yib qo'ydim. Xo'sh, bo'ldi, hammasi tayyor. Nima, cho'ta senda pul ko'pmi deyman, ha? Yo'q, uncha ko'p emas. Bo'pti, bratan, короче, men ketdim. Bildirmaslik kerak pul borligini.